Nega uzumchilar bunchalik ko'p uzumni kesib tashlaydi? Aslida bu isrof emas. Bu eng yuqori darajadagi aniq dehqonchilikka intilishdir. Lazadagi ilk mevachilik paydo bo'lishi bilan fermerlar kichik qaychi olib, mayda yoki shakli buzilgan donalarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlaydi. Bu jarayon seriyalashtirish deb ataladi. Dastlab bu hosilni kamaytiradigandek tuyuladi, ammo aslida bu sifatni oshiradi. Hujumlar o'sgan sari uzumchilar yana kesish ishlarini davom ettiradi. Donalar orasidagi masofani tartibga soladi. Shunda har bir dona quyosh nurlarida to'liq cho'miladi va bir tekisda pishadi. Hosil yig'imiga yaqin hujumlar maxsus qog'oz paketlarga o'raladi. Bu ularni qushlar, hasharotlar va kasalliklardan himoya qiladi. Barchasi mukammallikni saqlab qolish uchun. Paketlar olib tashlangach uzumlar yaltirab turadi. Donalari shiraga to'la, po'stloq yupqa, ta'miga esa shirin va tetkiklashtiruvchi. Aynan har bir tafsilotga bo'lgan e'tibor oddiy uzumni elita mahsulotga aylantiradi. Eng talabchan xaridorlar e'tirofini qozonadigan darajada.